Benim için Baliuben nusxasındaki garip sayat bizning qalbimizga cho'nqur o'rnab ketgan. Baliuben Shiyojin bekerek yoqtirmiz. Onunki 2000 yil ishlangan neliq Shiyoji Shiyusini ancha bek yoqtirib ketmaymiz aning silishtirgan vaqtida. Hammalarning ko'ngli shunday qo'shilami? Unda bo'lsa bu mazmun qiziqadigan do'stlar, meni go'nji qilib birdan yaxshi yurak bir vetib davomini anglanglar. Endi bu ikki garip sayatdagi bu obrazlarni biz silishtirib qo'ysaqlar, bunun cevabı çıkıdı. Mesela eserinin baş kahraman Sunuk'un karapaklı Baliuben nusxadagi Shiyojidagi bu yerda Sunuk'un qarşısında yüzler kişilerimi hakiki maymunninkidek ve 84 mingtal tükni bir-birlab tikkandek shunchalik tabiiy haqiqiy bir maymun siyaqi bor. Hamda men Shiyoji Shiyusga men eng g'arib sayat Sunuk'un qarsak bu bir niqab ekanligi shunami? Amniyat ishkilistiki obrazni o'xshashdan Liu Xiaolingtong ustoz yaratgan, mana shu rolni olgan. Biroq farq pek cho'ng. Yeni Baliuben Shiyojidagi jubaji qarab bakinglar bu bir qadar ko'rimsiz, haqiqatan cho'shqa bir tunguztalar. Endi men yangi studiyasi qarasak, voy karomat chiroyli. Shongyampi qo'shqapoq ma jubaji degan, meyyan degan ajoyib echiyotgan besh chiroyli chiqib ketgan. Lekin men yeni shu Baliubendagi satarak shu jubajini yoqtirman. Sizlarchi endi yana Lomakil safirdagi bu yerda olvoslar qarab bakli. Buna yangi g'ariblar ikkinchisida masalan shir olvos chiqdi. Baliuben Shiyojidagi mashhur qarapaqli bu haqiqatan bir mayli niqob, mayli grim obulari bu vaqtda qilsho to'van oshliqtirib haqiqatan bir shirning obrazi chiqqan. Endi men yangi g'arib sayatdagi mayalki shir to'yda shirga qarsa, yo'g'on qo'sa chiqiblar yuziga niqobni kaydiriblar shir qilib qo'ydim. Men ikkisining farqi bek cho'ng, shundami? Yana ikkinchisida o'xshashlar kolodiy chiqdi. Mesela konustaki küçtüngür kalı diye qarsak, mayli burulları, mayli man niqab obulları hakikaten bir adamsıman bir kalının örtürüp menotgan bir kalının siyaqı var. Endi men yengisidagi bu yerki Çin Yojing bu kalı qarsak, bir adamning yuziga kirimni qiplam yungizni bekitiblar, mana niqab degan deblar bir kalının rolini cheklab chiqarib qo'ygan. Hakikaten cho'ng ikkisining qas kalı bekerek chiroyli ko'rindi sizga. Ko'nglim qilib qoldinglar qachon? Endi konustiki har bir olvosli nayt yaxshi grim nayt astoydil niqoblarla intayin yaxshi obrazlashtirilgan. Shuning uchun har bir olvosdan bir ko'nglimizda bir siyaqi, o'rni bir obrazi saqlanib qolgan. Biroq yengisida unda emas. Masalan, men qoplan olvosni qarab baqlay, bu nar olvosga o'xshaydi buning. Bu eniqla bazarga qilib yangi niqobni men akibla taqab qo'yganligi chiqib turmam. Hech nari bir olvosga o'xshamaydi buning. Shunday emas bu. Lekin endi umum jihatdan qarsak, yengisini ishlashda mayli surat kelish texnikasi, mayli rol olish texnikasi, mayli coaching, mayli to'shal texnikasi deymiz. Hammasi bir yuqori saviyaga ajoyib g'oyatdir u Baliuben saviyasida g'oyatdir yuqori pallaga chiqib bo'lgan. Mablag' masalasiga qarsak, konus ishlariga voy mablag' topolmay, yel temir yo'l idorasi, yel bu shirkatlar berib, o'zlari berib mashg'ulotchilar mablag' hal qilgan, bakdastal qilgan, buni balkim to'g'ri ko'rgan bo'g'aytinglar. Bularning maoshi nihoyat to'van. Endi bu yangisini ishlashdan qarsak, mablag' degan to'shaq, buni e'lon birlik deydigan shirkatlar intayin ko'p, bularning maoshi yuqori. Lekin qarab bakinglar. Konusni ishlashda shundoq nurg'un jafo tortgan birli apparat bor. Yangi shu necha apparat, kran, vurinji, umum jihatdan qarsak, bu bir pozitsiya masalasi, shunami? Konus ishlashda haqiqiy ajr singdirib, haqiqiy mustaq no'ch bir narsani chiqirli deb, ma'noda pozitsiya manda ajrlar ishlagan. Yangisigacha voy bu konusni ishlab bizga nom qozonib bo'ldik. Birinchi darajali televiziya teatr bo'lib bo'ldi, hammadan yaxshi ko'rgan. İşlisəklər gördü və andan işləb qoymayınız deb işlənib qalğanlığı nəhayət aniq. Yine Sahib Camallarını seliştirib baxılıq. Kon g'arib sayatga Sahib Camallar mayli grim, mayli kiyim, mayli kişi hamma jihatdan bo'lsin, bir voyaga yetgancha haqiqatan bir go'zal malika, haqiqatan bir go'zal xonishning obrazini bergan. Haqiqiy bir salofat, haqiqiy bir go'zalligi bor. Endi men yengisida voy bir rolchi men chiqargan rolchi ekiplar grim degani bulshit qilib ufbanlikni bulshit sugab chashtirib yasablar chiqarib qo'ygan. Shundan emasmi? Yengisining hech qaysi ko'ngilsizlik sahibchamanligiga yetmaydi. Yengisimda qarsak fejilyo bir xil güzeller chiqqan shu ma'noda. Endi shu Baliuben Shiyoji haqiqatan bir astoydillik bilan, haqiqatan bir yaxshi pozitsiya bilan, bir inchkilik o'ziga bo'lgan yuqori talab bilan ishlangachga
Hozircha hech qaysi oldiga o'tolmadi, hozircha hammadan bekerak biz shuni yoqtirmishunami? Sizlar bir pingliq beqinglar qaysini bekerak yoqtirsizlar. Keyingi sonda qaysi mazmunni anglag'inglar bor. Guanju qilib pingliq qo'shni o'tib qolmanglar. Keyingi sonda texnik yaxshi mazmun so'zlab turman. Rahmat.